Mana motorni bitta ko'ringlar gazelchilar. Keyin bitta baho berasizlar. Gaz boschi. Ha. Bo'ladi. Gazellarga umuman yuk mashinalarga eng trendy motorlardan bittasi shu motor bo'ladi. Xo'p, bu motorga qisqacha ma'lumot berishni boshlayman. Bu motorimiz Kia Carnival'ni 3.3 litrli 6 silindr 6 porshinli motori. Xo'p, bu motorimiz avtomat mexanika. Ya'ni shofyorni haydovchini tanloviga bog'liq, xohlasa avtomat korobka, xohlasa mexanik korobka qo'yiladi. Xo'p, keyin bu motorimiz benzinda yuradi. Benzinda yurgizib beramiz. Ya'ni ustalarimiz benzinda yurgizib berishadi. Metan, propan, benzin tanlamaydi, yuraveradi bu motor. Motorda ot kuchi 250 tadan 300 tagacha ot kuchi bor. Baquvvatligi baquvvat motor. Xo'p, motorimiz gidrokonditsionerli motor. Xo'p, keyin motorni o'rnatish jarayonida o'sha doimgidek korobka bilan komplekt qo'yiladi motor. Kardan o'zgaradi, gulishtir boshqatdan yasaladi. Xo'p, radiator o'zgaradi, skorichi o'zgaradi, gaz pedal o'zgaradi, vozdux boshqa qo'yiladi. Xullas shunaqa. Yana elektronika programma bo'ladi, peretilka bo'ladi, elektronika, xullas shunaqa ishlari bor. Xo'p, xullas shular. Kimga shunaqa ishonarli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan oldingi videolarda ham boshqacha motorlardan ma'lumot berganman. Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib berishadi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Ustalarimiz behijolat chiroyli qilib berishadi.